Bizga ma'lumki, insonlar gulga qadim zamonlardan qiziqib kelgan. Ular bilan bog'liq bo'lgan turli afsonalar ham yaratilgan. Gul o'simliklar hayotida katta ahamiyatga ega. Undan meva, urug' hosil bo'ladi. Bugungi mavzumiz to'p gullar. Tabiatda gullar qanchalik xilma-xil bo'lsa ham, ularning barchasi quyidagi qismlardan iborat. Ya'ni gulkosachi barg, gultoj barg, changchi va urug'chi. O'simliklar tarixiy rivojlanish jarayonida o'ziga xos to'p gullar hosil qilgan. Agar bitta umumiy bandda bir nechta gul joylashgan bo'lsa, to'p gul deyiladi. Odatda to'p gullar oddiy va murakkab bo'ladi. Oddiy va murakkab gullar. Oddiy to'p gulda gulpoya shoxlanmaydi. Murakkab to'p gulda esa shoxlanadi. Oddiy qalqonsimon to'p gullar. Olma, gilos, olchaning to'p guli oddiy qalqonsimon bo'ladi. Ularga turlicha uzunlikdagi gulbandli gullar kalta poyada navbat bilan joylashadi. Bu gullarning yuqori qismi bir xil tekislikda bo'ladi. Oddiy boshoq. Zubturumning mayda gullari uzun gulpoyada bandsiz joylashadi. Bunday to'p gul oddiy boshoq deb ataladi. Oddiy shingil. Karam, rediska, jag'jagʼ va qurtananing gullari to'p gul. Gulpoyada uzun bandi bilan ketma-ket birlashgan. Bularga oddiy shingil deb ataladi. Sabzi, ukrop, petrushka, shashir va bodyon shoxlangan murakkab soyabonga ega. Boshoqli o'simliklarning ko'pchiligi bug'doy, arpa, javdar va bug'doyiq kabilarda 2-3 ta gul birlashib, oddiy boshoqcha hosil qiladi. Bunday boshoqlardan bir nechtasi umumiy gulpoyada birikib, murakkab boshoq hosil qiladi. Tok, shola, qamish, nastarin, kelin supurgi, otquloq, rovoch kabi o'simliklar murakkab shingil ro'vak hosil qiladi. Yong'oq, oqqayin va tolning changchili to'p guli kuchalasi boshoqqa ham o'xshaydi, lekin asosiy gulpoyasining o'sib turishi bilan ulardan farq qiladi. Kungaboqar, kartoshka gul, shuvoq, bo'tako'z, sachratqi, ermon, karrak kabi o'simliklarning guli asosan gulpoyasi uchida savatchada joylashgan. Savatchaning atrofi o'rama bargchalar bilan o'ralgan. Bundan tashqari, guli ko'zga uncha tashlanmaydigan anjir o'simligi gullar ham bor. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimizda oddiy va murakkab to'p gullar haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldingiz. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar orqali siz tabiatda oddiy va murakkab to'p gullarning farqini ajrata olasiz. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.